Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Yana biz o'z yakuniga yetdi. Bu yerda manzili Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qortepa O'rikdagi mahallasi. Bu yerga teraska olib kelib o'rnatdik. Alyumin dubmakkodan. Dubmakko kraska vakuum. Romni bo'ylari hamma yo'g'i taylar ablesovka qilib urilgan. Bo'ylari hammasiga 205 cm dan. Hammasiniki. Buni yana aynaga bir qavat. Yo'dib ayna bitta ochiladi, 6 xonaga bo'lingan, tepasi 3 ga. Buni yana 3.45. Keyingi rom 285. Endi bunizda eshik 175 eni, eshik 110 bo'lgan, bo'yi 270. Keyingisi 235 ga, bo'yi 270. 120 eshik bo'lgan. Keyingisi 285 ga, 207 bo'yi. Bunisi 270 ga, 270. Sal ko'zlari katta-katta o'pagan. Sumka ishlar urilgan bu yog'iga. Akfadan dubmakkosidan sal qarasam. Ichkariga padagonlari bilan Akfan Impact degan zamonlardan padagonlar qo'yilgan. Urkinli ruchkalar qo'yilgan. 5 ga bo'lib bitta ochiladi bunda. Xuddi shunaqa eshiklar. Xuddi shu Impact Makko degan taylar alga bo'lmagan. Yo'l tunukalari bilan eshik. Bunda alga bo'lganlarni rom. Bitta ochiladi, mumkinni. Bu cho'qradishga 2 metr 217 bo'yi, buniki bu romniki, buniki 205. 6 ga bitta ochiladigan bo'lgan. Ilarini ham qatoriga bir xil qilib qilingan. Bo'ylari ham aynab, chiroyli chiqqan. Alyumin, akfa. Tashqari ko'rinish. Kimga shunaqa eshik romlari, teraska zarur bo'lsa, nomerlar yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Narxi 18 millionga bitta. Shuncha joy bilan